Ben постоянно kelib, UZI qildiradigan va o'zimni vrachim Lobar opa Premium Midline'da yaqinda operatsiya bo'lganimni bilasizlar. Hozir qani operatsiyadan keyin dinamikani tekshiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Lobar opam o'zlaridanmilar? Xo'sh, bugun nima analizda topshiraman? Хорошо. Bo'ldi. Rahmat. Lobar opam bilan Premium Midline основатели bilan 2012-yildan beri opa-singilmiz. UZI, screening, ham yaxshi qo'li gul akusher ginekologliklarni bilaman. Bitta patsient qoldilar, bitta patsientdan keyin men kiraman. Hozir dorilar yozib beryaptilar. Ichishni boshlayman. Hamma savol beradi. Nimaga unaqa chiroyli, yoshsiz deb. Потому что o'zini ishini biladigan vrachlarning oldidaman. Bo'ldi, mana analizlarni topshirdim. Analiz javobini Telegramdan har doimgidek kutaman. Undan tashqari, xudo xolisa, turmushga chiqsam, homiladorlikgacha bo'lgan homiladorlik davri, ona bola davrimda yana o'zingizlar kuzatib, meni nazorat ostida bo'laman. Lekin bitta iltimosim bor. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Rahmat, kattakon. Sog' bo'ling.